Akalar, Xiaomi U7 qidirib yurganmidinglar? Harg'ostaman tayyor Xiaomi U7 ni max pozitsiyasi, ya'ni full pozitsiyasini topib qo'ydim. Qarshimizda Xiaomi U7 ni ombori. Mana shu ranglar hammasi bepul ranglar hisoblanadi. Ammo lekin hammasida polniy komplektatsiyalarga polniy opsiyalari qo'shilgan ekan. Hatto mana bunaqangi pulli diskalargacha qo'shilgan. Salon ranglari ham pulli. Hatto ikkalasida ham oldi qatorlarida gravitatsiyalik, ya'ni polniy opsiyalar qo'shilgan ushbu mashinalarga va ko'rishinglar mumkin. Mana U7 Max это означает full komplektatsiya с opsiyami. Xo'p, mashinalarimiz hozirgi kunda mana bu rangi bilan mana bu rangi mavjud ekan. Ushbu mashinalarimiz narxi в Харкосе $58 000. Если вам интересно, можете с нами связаться через WhatsApp или Telegram. Можем отправить эти машины все страны СНГ. Toshinga ushbu mashinalarni Xudo xohlasa $59 000 ga yetkazib berishimiz mumkin. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, Xudo xohlasa 25-30 kunda yetkazib beramiz, так как в Харкосе сейчас очередь очень длинная. Agar sizlarga интересно, Ozarbayjonga gönderebiliriz ağlar. Görüşürüz.